Ana endi Livikda faqat ibod mashinalari emas, bizani Terranova zastavasi ko'rasizlar. Ana endi kelinglar, bizani Terranova zastavda kimlar yig'ilgan va qanaqa device o'ynashini aytib o'taman. Videoni shu joygacha ko'rib, agar like bosmagan bo'lsangiz, bir dona like bosib qo'ying jigar. Terranova zastavimizning birinchi igrogi bu Abu, streamer, content maker. Device'ga keladigan bo'lsak, iPhone 11 Pro Max o'ynaydi. Ikkinchi igrogimizga keladigan bo'lsak, bu ozod mashinalik. Device'larga keladigan bo'lsak, Xiaomi iPad'da o'ynaydilar. Uchinchi igrogimiz esa K1 Shoh. Device'larga keladigan bo'lsak, iPad M4 da o'ynaydilar. Oxirgi o'yinchimiz kim deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar.